Bir cho'pon bor ekan, farzandlariga daraxtlarni kesib o'tin qilishga buyuribdi. Farzandlari daraxtlarni kesib ketdi, maydalab o'tin qilishibdi va eng chiroyli qismlarini ajratib, bundayroq qismlarini yoqishar ekan. Otasi aytibdi, nega buni yoqmayapsizlar? O'g'illar aytibdi, bundan boshqa narsa yasamoqchimiz. Stullar yasamoqchimiz bundan. Buni yoqmoqchi emasmiz. Qarang qanaqa chiroyli. Cho'pon aytibdiki, Alloh azza va jalla o'tinni chiroylisini olovdan saqlayapti ekan. Yaxshisini, insonni yaxshisini nega do'zax azobida kuydirsin? Bir cho'pon bor ekan, farzandlariga daraxtlarni kesib o'tin qilishga buyuribdi. Farzandlari daraxtlarni kesib ketdi, maydalab o'tin qilishibdi va eng chiroyli qismlarini ajratib, bundayroq qismlarini yoqishar ekan. Otasi aytibdi, nega buni yoqmayapsizlar? O'g'illar aytibdi, bundan boshqa narsa yasamoqchimiz. Stullar yasamoqchimiz bundan. Buni yoqmoqchi emasmiz. Qarang qanaqa chiroyli. Cho'pon aytibdiki, Alloh azza va jalla o'tinni chiroylisini olovdan saqlayapti ekan.